Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Bugun mana 4-dekabr dehqonchilarimizning oxirlarini yig'ishtiryapmiz. So'lish traktorimiz Kapchopkada shunqam 3000 matachas ishladi. So'zlarimiz chiqish holati davr ichida xudo xolasa chiroyli ishlab beryapti. Kamchiliklar obyektlar hisobda bo'lmadi. Mana shu ustki balon qo'yilgan, samarali moslab 942 91-80 oraliqqa tushyapti. Dehqonchiliklarning holati mana. Xudo xolasa bugun yakunlaymiz katta paykalimiz. Eng oxirgi paykallar tugayapti. Eng oxirgi hasharchilar endi keladi. Hammaga shunaqa texnikalarni olib, orzu qilganlarga, yaxshi niyat qilganlarga olib minishni nasib qilsa. Bu orqaga qo'shimcha bok qo'yganmiz. Bokga sig'imi kichikroqligi uchun qo'shimcha ustonovka qildik. Traktorga keladigan bo'lsa, xudo xolasa yaxshi zo'r ishlab turibdi. Kamchiliklar bo'lmadi. 3000 matachas atrofida ishladi hozir. Hammaga rahmat.